Dam olmadı. Oturadigan televizor ko'rib, zalajlarni xonasi ekan. Juda ham chiroyli qilingan. Bemalol shovqin yo'q, hech qanaqa. Dam olib o'tiradigan joy. Davolanishga ham kelib, bemalol davolanib, xonalar hozir xonalar mana tanishtirib chiqamiz. Keyin Islom aka qanaqa kasalliklar bo'yicha davolanadi, dam olish qanaqa, hammasini barcha tushuntirdi. Yotoq xonasi ekan, yotadigan joylari, отдельный televizorlari bor. Hammom, hojatxonalari har bir xonaga отдельный ekan. 3 xona, 3 kishi bemalol yotsa bo'ladi. Har bir kishiga отдельный 4 kishi yotsa bo'lar ekan. Отдельный xonalar, shkafchalari, choy ichib o'tiradigan joylari juda ham toza, akkuratli joylar ekan. Juda davolanish tavsiya etamiz. Bemalol kelib davolanib, dam olib ketadigan joy. Bosib oladigan joy garaj. Hammani tavsiya qilib qolamiz. Agar. Dedi Akbar.